Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy tazkira asar İdiqut o'g'lonlari Muhitiylar jamiyati. Avtori Ömerjan Sidiq. Maqsud Muhiti. Davomi. Maqsud Muhiti yurish-turish, ideya jihatda yangilikparvar bo'lish bilan birga, turmush mezoni jihatdami xurafiy, ko'na odatlarga jang e'lon qilib, yangicha turmush shakllarini tashabbus qiladi. Ayni yillarda yurt cho'nglari va boylarning ko'p xotinliq bo'lishi odatdagi ish bo'lib, maqsud muhiti ayollarni past ko'radigan bu xil odatga qarshi turib, faqat bir qitimla to'y qilib, bir ayol bilanla umrini o'tkazgan edi. Maqsud muhitining ayoli Zaynab Parsa, Ostonadagi mashhur boy Parsa Dorg'ining qizi bo'lib, go'zal ruxsari bilan nomi yiroq yaqinga pur ketgan edi. Ayni yillarda Lukchun Vangliqining kalari pat-pat otliq shahar, yezilarni aralab Vang uchun to'qal va kenezaklikka qiz tanlaydi. Ular pisentiga kelgan chiroyli qizlarni ko'rganda, qamchisi bilan bu qizlarning beshiga bo'sh urib qo'yadi. Shuning bilan bu qiz Vangga mansub bo'lib, o'rdaga elib beriladi. Bu qizlarni boshqalarning amriga elishiga ruxsat qilinmaydi. Zeynep Persag'imo dal Vangning kallari, Turpan Vanglarining xos mahramlarining ko'zi tushib, beshiga qamcha urib qo'ydi. Lekin taqdirning ajoyib o'rinlashtirishi bilan qizlar o'rdaga ilib mengilganda Zeynep Persa unutulib qoladi. Shu arada Maqsud Mo'yitining uningga ko'zi tushib, bu o'yini Muhitajiga aytidi. Muhitaji Persa Dorg'a oilasiga elchi kirgizdi. Lekin Persa Dorg'a Muhitilar oilasidagilar azaldan ko'p xotin oladi. Men qizimning bundaq oilaga kirib, xo'rliq tortib qilishni xohlamayman, deb elchilarni qaytarib o'tdi. Maqsud Muhiti qayta elchi kirgizib, o'zining hargizmi Zeynepdan boshqa xotin olmaydiganligi haqida va'da berib, oxiri Qosim Persani ma'qulga keltirdi va Zeynep Persani nikohiga oladi. Maqsud Muhiti Zeynep Persa bilan toki shehid bo'lganga qadar inoq o'tib, Patem Muhiti, Anvar Muhiti, Abdurshid Muhiti, İbrahim Muhiti, Saadat Muhiti qatorliq farzandlarga ota bo'ladi. Maqsud Muhiti odatdami bosh kiyim kiymay, chichini maylab yonga tarab oladigan, kichik burut qo'yib, galastuk taqab, kostyum burulka kiyib yuradigan, cho'ng ko'zlaridan tafakkur uchqunlari chaqnab turadigan, bir ko'rgan kishida jiddiy tuyg'u beradigan kishi bo'lib, ostonada noiti oz turadi. Soda va har xil faoliyatlar bilan Rossiya, cho'chak taraflarda ko'proq turib qoladi. Ostonaga kelgan vaqtlarida G'ojam oldi mahallasiga joylashgan cho'ng qo'rosidan chiqib, ko'chalarni aralab qo'yadi. Ajnabiycha kiyinib, yalang'ochliq yurgan Maqsud Muhitini ko'rgan diniy ulamolar uni ich-ichidan qag'ab ketadi. Mahalladagilar bo'lsa uni Maqsud yalang'och deb ataydi. U ko'chaga chiqsa, bolalar churqurishib, uning kayniga kirib oladi. Muhitaji ayni yillari Ostonaning yuqori mahallasidagi 30 mo ko'lamdagi cho'ng bog'ni bir bagdan setib olgan bo'lib, bu bog' ichidan ikki eriqda suv eqib o'tadigan sortliq uruk, anor, nashput, o'zimlar may bog'lab pishib turadigan sap havoliq go'zal bog' bo'lgan. 1925-yili Muhit hojining farzandlari miroslarni bo'lishganda Maqsud Muhitining talabiga binoan bu bog' bir kariz hisoblanib, Maqsud Muhitiga taqsim qilingan. Shuningdan keyin Maqsud Muhiti yoz kunlari Ostonaga kelsila, o'qituvchilarni, do'stlarini, qurdoshlarini yig'ib, bu bog'da bazma, barobat o'tkazadigan bo'lgan. Bir qitim Maqsud Muhitining do'sti shoir Tursun Vahidi bu bog'ga kelganda barobar ishtirokchilari uni bu bog' haqida bir parcha she'r yozib beqishni tavsiya qilgan. Tursun Vahidi bir xoli uyga kirib ketib, oz vaqt o'tgandan keyin chiqib, bog' haqida yozgan fasohatlik she'rini ko'pchilikka o'qib bergan. Keyin bu she'r bog'ning darvozasiga naqsh qilib o'yilgan. 1931-yili 4-oyda Qumul tog'laridan ko'tarilgan yalqin
shiddat bilan ulg'uyib, butun Shinjang qo'zg'alon yolqini ichida qoldi. Aslida Qumulning eng chet yurtlarining biri bo'lgan Shopulda turishliq chiriklarning boshlig'i Jang Jisa bu yurtning dorg'isi Sali Dorg'ining qizini majburiy xotinlikqa olmoqchi bo'lgan. Yomon ishni ko'rsa chidamaydigan, haqqoniyatchi, qo'rqimsiz, chiriklarning jabr zulmlaridan joq to'ygan Sali Dorg'a buningdan qattiq g'azabga kelib, mahalladagi palganlarni tashkillab, Jang Jisani va uning chiriklarini o'ldirgan, ham gazarmini tartib olgan. Shuning bilan butun 12 tog' qo'zg'alib, qo'zg'alonga ovoz qo'shgan. Keyincha 1907-yildagi Torpaqlar qo'zg'aloni va 1912-yildagi Tömür xalpa qo'zg'alonga qatnashib, Batur, qo'rqimsiz marganligi bilan el ichida palvon deb shuhrat qozongan dushmanlarning tutqun qilishidan panohlanish uchun Turpan, Barakul, Altay, Saudiya Arabistoni, Rossiya qatorliq joylarda 1923-yilgacha turib, harbiy mashqlarga qatnashib qaytib kelgan Taratiylik Xo'janiyoz hoji qo'zg'alonning doisi bo'lib qolgan. Ayni vaqtdagi Jingshurin hukumati kayni-kayndan askar avatib, qo'zg'alonni bostirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, ig'ir mag'lubiyatga uchrab, qo'zg'alonchilar texmo kuchayib ketgan va inqilob yolqini Qumul tog'laridan halqib, Idiqut bo'ylariga Tangri tig'i etaklariga tutashgan. Bu chog'da Maqsud Mo'yti bilan Abduxoliq Uyg'ur Qumul qo'zg'alonchilariga madad berish uchun darhol 2 parcha xat yozib, Ostonalik Yusuf Mo'g'ul orqali Qumuldagi Xo'janiyoz hojiga avatgan. Qumul qo'zg'alonchilari ularning xatini ko'rib, zo'r ilhom olgan. Maqsud Mo'ytining xatida Qumul xalqining zulmga qarshi qahramona kurashlaridan ilhomlanib, Turpan, Pichan, To'qsun va Janubiy Shinjongning ba'zi joylaridami inqilob uchqunlari yinishqa boshlaganligi, Ili, Altay taraflardanmi hukumatga xavf yetayotganligi, Jingshurinning qishida hech qancha chirik qolmaganlikdan Urumchini qo'g'dash uchun uzunga qolmay Qumuldan chirik yo'tkashga majbur bo'ladiganligi, mushundoq foydali ahvolda Qumul qo'zg'alonchilari bir necha oy chidashlik beradigan bo'lsa, g'albini cho'qim kapolatga erishtirish mumkinligi tafsiliy bayon qilingan. Shoir Abduxoliq Uyg'urning xatida Qumul qo'zg'alonchilariga yalqinliq salom va madiyalardan keyin mundoq deyilgan. Bugungi Qumul tog'lari bu tog'larda tez bilan tang qor kechib, dushman o'qiga qarshi ko'krak kirib arslondek kurash qilayotgan Uyg'ur o'g'lonlari Shinjongdagi ezilgan millatlarning umid mash'ali bo'lib qoldi. Ilohim, bu mash'al texmo yo'rg'ay, uning yalqini bilan ozodlik tanglari etib, barobarlik, erkinlik bahori boshlang'ay. Bizning ko'zimiz sizlarda, qalbimiz sizlarda. Qanotim bo'lsa, shu tog'lar amon uchib borsam, shu botir o'g'lonlar qatoriga qo'shilib, lochindek parvoz qilsam, hech bo'lmasa, botir azmatlarning jang tulpariga qaraydigan otbaqari bo'lsam kashki. Elhamdülillah şükürü. Uyquluq edi qutmu o'yg'onmoqda. O'yg'onmoqdala emas, ko'zini ichib, olamga beqib, qo'lidagi ko'yza, putidagi kishanni ko'rib, g'azab bilan silkinmoqda, qo'zg'alishga intilmoqda. Yaqin orada Qumul tog'laridagiga o'xshash bu yerdami, jang sadolari yangraydi. Jon o'lim xavfida qoldi, ko'zlarimdan yondi o't. Ölmesem gazi, eğer ölsem şehitlerden hesap. Körgülükni körgülük, ya Abduxoliq ölgülük, ikkisinin biriga turmak, her canğı bolsun şu xitap. Dep, özümni şu jenge allaqachon atab qo'yganman. Ilohim pat arada didar ko'rishib, birlikda jang qilishni nasib qilg'ay. Amin. Bu xat Qumul qo'zg'alonchilariga zo'r ilhom bo'ldi. 1932-yili atiyazda Maqsud Mo'yti Abduxoliq Uyg'ur bilan birlikda Xo'janiyoz hojiga Yusuf Mo'g'ul orqali yana xat va sovg'a salom avatib, Turpanda qo'zg'alon sharoitining pishib qolganligini, Xo'janiyoz hoji Turpanga chiqsa, billa inqilob qilish niyatini bildirgan.
Maqsud muhiti Xo'janiyaz hojini qo'llash bilan birga Turpanda qo'zg'olon ko'tarishga jiddiy tayyorlik qilgan. Bu mezgilda, ya'ni 1932 yili yozning oxiri Jingshurinning Urumchi va boshqa shaharlardan Qumulga yo'tkagan askarlari Turpandan turkumlab o'tishga boshlagan edi. Buning bilan Urumchidan Qumulgacha bo'lgan oraliqqa xuddi hesib tiqqandek askarlar to'lib ketdi. Ular Turpandan Harviliq, eshaklik va piyoda bo'lib chechilang'u, ruhsiz holda Qumulga qarab mengishadi. Yo'lda uchirganligi dehqonlarning harvalarini tartib oladi, eshaklariga minib oladi. Yeza yo'llarida udul kelib qolgan odamlarni urib, tillab, narsa keraklarni bulang-talang qiladi. Bechora dehqonlar ularga tish yerib bir nima deyolmasmi? Lekin Qumul tarafdan kelayotgan, Qumulga borgan chiriklarni tog'liq boturlar bir nima qo'ymay qirib tashlabdidek degan xabarlarni zo'q-sho'q bilan bir-biriga yetkazishadi. Shuncha nurg'un chirikning yemak-ichmak, bo'g'uz, yem-xashaklari dehqonlarning ustiga yuklangachga, xalqning zimmasidagi siyliq, zulm texmu ig'irlashdi. Bu mezgilda yana Jingshurin Turpanga bir luyjanliq, Pichanga bir luyjanliq askar turg'izib, xalqning ustidan texmu zo'rliq zo'mbuluq yurgizdi. Turlik qonusiz bojlarni ustiga e'lon qilib, xalqning ojiz iqtisodini texmu vayron qildi. Seymay ochliq yutkash seliqi degan bir baloyi ofatni chiqarib, dehqonlarga nurg'un ochliqni Turpandan Qumulga seliq hisobida majburiy to'shitib, minglagan, tumanlagan dehqonlarni ot-uloq harvalardan, hatto uy makon, bola chaqalardanmi ayirib, xona vayron qilyapti. Bu haqda shu vaqtdagi Turpan dehqonlarining orasida mundaq qo'shoqlar chiqqan edi. Seymay degan bu ofat beshimizga balo bo'ldi, uy makondan ayrilib yetishimiz talo bo'ldi. Qarzdor bo'lib beglarga yeyishimiz qamchi bo'ldi. Uning ustiga beg, shangyolar yurt xalqidan bu seliqlarni yana necha hassa ko'paytib yig'voladi. Demak, Jingshurin hokimiyati va yerlik beglarning zulmi dastidan xalq taqat qilg'usiz darajaga berib yetdi. Xalq Qumul dehqonlar qo'zg'olonga hissashlik qilg'achqa, hamma yerda ochil ochil, gul ochil ochil, ochilmasang gul qayda ochil, ochilganda bir gap bor ochil, ochilibsan har yonga ochil degan naqshi yangrab turadi. Shu kunlarda, ya'ni 12 oyda birdilla Xo'janiyaz hoji Qumuldan Pichanga chiqibdidek degan gap tarqalib ketdi. Zalim hukumatga g'azab nafrati teshib, yar ilib ketish oldida turgan, to'g'andek to'lqinlab turgan dehqonlar darhol to'mirchi ustalarga miltiq yasashga boshladi. Qo'li sal qisqaroq dehqonlar o'rg'oqlarni tuzlab qilich yasab, tayoq to'qmoqlarni tayyor qilib taq turishdi. Dal mushundoq fursatni kutib turgan Ostona xalqining qulsi, qobil tashkilotchisi Maqsud Muhiti Xo'janiyaz hojining Pichanga kelmaganligini, Pichanda nima ishlar bo'layotganligini bilib beqish uchun Eminboy, Niyoz Vojidi, Hamdulla Vojidilar bilan birga Pichanga yurib ketdi. Aslida Maqsud Muhiti tijorat ishi bilan 1930-yili Rossiyaga ketgan bo'lib, Moskvada turayotgan mezgilida Pravda gazetidan Qumul dehqonlar qo'zg'oloni haqidagi xabarni ko'rib, 1931 yili iyulda Ko'chak va Urumchi orqali Turpanga qaytib kelgan edi. Ular Lukchinga berib, ahvolning boshqacha ekanligini, Pichanga chiqqan Xo'janiyaz hoji bo'lmasdan, Majongning o'z beshimchilik bilan chiqqan Mashiming boshliq 20-30 dek Xuyzu Uyg'ur askari ekanligini, ularning Pichanga tegish qilib ololmay, Pichandagi qismlarning Luyjangi Shunfayu tarafidan qattiq zarba yeb, Lukchinning Dig'or yesiga qechib berib, nima qilishini bilolmay tamtarab yurganligini bildi. Jallod Shunfayu Mashimingni mag'lub qilgandan keyin Pichanda zo'r qirg'inchilik yurgizib, mingdan ortiq fuqaroning jiniga zomin bo'lgan edi. Bu chog'da
Ostanadagi qini qiziq bir necha dehqon bir qism kishilarning qutratquliqi bilan tayoq to'qmoqlarini ko'tarib ostanadagi bir qancha o'ylik go'ro'kash jazonixo'r apyunkash xanzularning hovlisiga kirib qara puzul qara sirlangan do'konlariga o't qo'yib dang'ilarini qarz daftarlarini ko'ydirib uy egalarini urib yaralandirdi. Uningdan boshqa oddiy puhra bo'lgan bir qancha Xanzu oilasiga tahdid soldi. Bu ahvoldan xabar topgan Maqsud Muhiti darhol naq maydonga yetib kelib, ularni to'sab, ularmo sizlarga o'xshash puhra, qo'linglardan kelsa, sizlarga zulm solgan zolim hukumatni yo'qitinglar. Qo'lida to'mirning sunuqi yo'q tinch puhralarni bo'zaq qilish nomus emasmi? Deb bu kishilarni paylidan yondirdi va o'zi qarab turib, bu bir qancha o'ylik Xanzuni o'z hovlisiga ko'chirib keldi. Keyin ularni harva bilan turpandagi tuqqanlarining yiniga yetkazib qo'ydi. Bu Xanzularning ichidagi Sung Chisan ismli biraylan keyingi vaqtlargacha Yit ayamlarda Turpan shahridan Ostona yezisiga kelib, Maqsud Muhiti oilasidan hol so'rab turdi. 1938-yili Muhitilar oilasidan Anvar Maqsud, Abdurshid Maqsud qatorliq 7 kishi Shingsay turmasiga qamalganda, ularning urug' tuqqanlari Urumchiga chiqib, turmaga yotgan ko'rpa, kiyim-kechak qatorliq narsalarni elib berib, ular bilan ko'risholmay qaytib kelgan. Buningdan xabar topgan Sung Chisan Turpandan Urumchiga aloyidan chiqib, tonishlari orqali nurg'un pul xajlab, turmadagi Maqsud Muhitining farzandlari va tuqqanlari bilan ko'rishgan va ularga lozimliq turmush buyumlarini yetkazib bergan. Muhiti oilasidagilar Sung Chisanga rahmat aytganda, u ilgari Maqsudbay bizga ko'p yaxshilik qilgan, endi yaxshilikni qaytarish navbati bizga kelgan o'xshaydi, degan. Maqsud Muhitining Mashiming masalasida beshi qatdi. Uni Ostonaga taklif qilay desa, uning tuzuk odami yo'q edi. Taklif qilmay desa, Ostonadagi dehqonlar ko'tarilib ketgan bo'lg'achqa, chiriklarning Ostonaga bostirib kelishi muqarrar edi. Oxiri u Mashimingni taklif qilish qaroriga keldi. Nima qilishni bilolmay gangrab turgan Mashimingga bu taklif yog'dak yiqib, aldirab-saldirab Ostonaga keldi. Bu yerdagi Muhitilarning hovlisi qo'zg'olonning bosh shtabi bo'lib qoldi. Davomi bor.